Kvant sonlar atom yadrosi, atom molekulalari va boshqa kvant sistemalar, shuningdek elementlar zarralari, gipotetik zarralar, kvarklar va glyominlar, energetik holatlar va fizik xossalar ifodalovchi butun yoki yarim butun sonlar. Kvant sonlar 4ga bo'linadi. Bosh kvant son, orbital, magnit, spin kvant sonlari atom elektron holatidagi kvant sonlar to'plami bilan aniqlanadi. Bosh kvant son elektron energiyasi, uning yadrodan uzoqlik darajasi, ya'ni elektron harakat qilib turgan qavatini xarakterlaydi. 1913-yilda Bohr fanga kiritgan. U n harfi bilan belgilanadi. Orbital kvant son atom orbitalining shaklini ko'rsatadi. Magnit kvant son atom orbitalini tashqi magnit yoki elektr maydonlarga nisbatan holatini belgilaydi. 1926-yilda Gaudsmit fanga kiritgan. Spin kvant son elektronning xususiy mexanik harakat miqdori momentini tasniflaydi. Elektronning spin momenti quyidagi tenglama bilan ifodalanadi. Musbat yoki manfiy spin son qiymati spinning harakat yo'nalishiga bog'liq. Kvant sonlarda bitta prinsip va ikkita qoida bor: Pauli prinsipi, Klichevskiy qoidasi, Hund qoidasi. Bu atomdagi bir xil bo'sh kvant son n bo'lgan elektronlar to'plamiga elektron qatlam deyiladi.